Go'shtli bo'rek. Bu safar Ramazon oyida iftorlik uchun qarsildoq go'shtli bo'rek tayyorlaymiz. Juda ham to'yimli va bir zumda tayyor bo'ladi. Bo'rek xamirlari uchun sifatli Admiral oliynav unlaridan solamiz. Tuz solib aralashtirib, kerakli miqdorda suv va tuxum qo'shib, o'rtacha qattimlikdagi qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamirimizni biroz dam oltirib, so'ngra 8 zuvalaga bo'lib olamiz. Zuvalachalarimizni ham 10 daqiqa dam oltirib, har bir zuvalachamizni biroz yoyib olib, ayamasdan eritilgan sariyog' yoki bo'lmasa margarin surtamiz. So'ngra ustiga salafan yopib, yarim soatga dam oldirishga qoldiramiz. Bu orada ichiga nachinkasini tayyorlab olamiz. Ozgina yog'ga piyozni qovurib olib, qiyma, tuz va ziravorlar solib 3-4 daqiqa qovurib olsak, kamiz tayyor bo'ladi. Ko'p ham qovurish shart emas. Eng qiziqarli jarayon, dam olgan xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib, qo'limizda shunaqa tortib, osongina yoyib olamiz. Xamirimiz juda ham yupqa bo'lib yoyiladi. So'ngra tayyor nachinkamizni solib, xamirimizni rulet qilib o'rab, so'ngra ko'rsatib o'tilgandek aylantirib, tuxum sarig'iga ozgina sut aralashtirib ustiga suramiz. Oq kunjut sepib 180 gradusda 30-35 daqiqa davomida qizartirib pishirib olamiz. Qarsildoq mazali bo'reklarimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali chiqadi.